Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Yorqin lahzalar kanaliga xush kelibsiz. Futbol bo'yicha jahon chempionati 3-saralash bosqichi doirasida 10-tur o'yinlari 10-iyun seshanba kuni o'tkazildi. Unda O'zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentda Qatar milliy terma jamoasini qabul qildi. Uchrashuv mezbonlar ustunligi ostida o'tdi. Birinchi bo'limning 28-daqiqasida Aziz Turg'unboyev ajoyib zarbasi bilan to'pni darvozaga kiritdi. Ikkinchi bo'limda ham qator imkoniyatlar yuzaga keldi. 86-daqiqaga kelib esa o'ziga uzatib berilgan to'pni ajoyib tarzda to'xtatgan Eldor Shomurodov gol urdi va hisobni 2taga oshirdi. 90+2-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Igor Sergeyev hisobni 3taga oshirdi. Shunday qilib, ushbu g'alaba bilan O'zbekiston milliy terma jamoasi guruhda 21 ochko to'plagan holda mundialga ishonchli tarzda yo'l oldi. Jahon chempionati 2026 3-saralash bosqichidan o'rin olgan O'zbekiston-Qatar uchrashuvidan so'ng terma jamoamiz ustozi Timur Kapadze va yarim himoyachi Azizbek Turg'unboyev fikrlarini bildirdi. Hammani g'alaba bilan tabriklayman. Bayram-bayramdek bo'ldi. O'yinimiz ham, natija ham yaxshi ko'rinish oldi. Xalqimizni jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan yana bir bor muborakbod etaman, deydi Timur Kapadze. Barchani chin qalbimdan tabriklayman. Bizga ishonch bildirgan, qo'llab-quvvatlagan, g'alabamizga sherik bo'lganlarga rahmat aytaman, deydi Azizbek Turg'unboyev. Jahon chempionatiga tayyorgarlik rejasi qanday? Ma'lumotlarga qaraganda, KAFA musobaqasi va Amerika jamoalari bilan o'ynar ekanmiz. Bor e'tiborimiz Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar bilan o'yinlarga qaratilgan edi. Albatta, jahon chempionatiga tayyorgarlikni boshlaymiz. O'ylaymanki, musobaqaga yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. Hujumda birdaniga 2ta hujumchidan foydalanish yoki boshqa taktikalar haqida fikringiz? 3talik yoki 4talik taktikada o'ynashimiz borasida ko'p o'yladik. Bugun yigitlar raqibga imkoniyat berishmadi. O'yinni nazorat qilishdi. Albatta, tarkibdagi futbolchilarimiz sog'-salomat bo'lib tursa, holati yaxshi bo'lsa, potensial qilamiz, turli taktikalardan foydalanamiz. Shu paytgacha terma jamoada vaqtinchalik bosh murabbiy vazifasini bajaruvchi rolida edingiz. Shartnoma borasida rahbariyat bilan gaplashib oldingizmi? Bu savolni rahbariyatga berganingiz ma'qul, dedi Timur Kapadze. Shunday qilib, O'zbekiston milliy terma jamoasi yaxshi kayfiyatda tayyorgarlikni davom ettiradi va mundialga munosib bo'lishga intiladi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli futbol ishqibozi? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.